Hakerlar ishlatadigan hammasi bittada paketiga ega dasturni eshitganmisizlar? Metasploit framework haqida aytyapman. Internetdagi eng kuchli va eng mashhur exploitation, ya'ni buzib kirish platformalaridan biri hisoblanadi. Metasploit bu hakerlar va pentesterlar ishlatadigan hujum vositalari to'plami hisoblanadi. Ya'ni bu yerda hamma narsa mavjud. Zaifliklarni topish, exploit qilish, tizimga kirib olish va yoki bo'lmasa hatto zararli kodlarni joylashtirish. Haker uchun zaifliklarni avtomatik aniqlash, o'sha topilgan zaifliklarga mos keladigan modullarni topish, bo'lsin, mandan bo'lsin deb tizimni buzib kirgandan keyin ham yashirincha qolish uchun aynan Metasploitdan foydalanishadi. 2017-yilda WannaCry hamma joyni ostin-ustun qilayotgan bir vaqtda ko'plab variantlari Metasploit orqali qayta ishlab tarqatildi. Hakerlar Metasploitdagi Eternal Blue exploitidan foydalanib millionlab Windows tizimlariga zarar yetkiza oldi. Shunchaki bir necha satr kod va to'g'ri exploit tanlovi bilan. Rasul aka bilan qilgan eksperimentimizda ham aynan Metasploit ishlatgan edik va unutmanglar, exploit qilishni o'rgangan odam himoyani o'rgangan odamdan doimo bir qadam oldinda hisoblanadi. Haker bo'lish challenge-dagi videolarni o'tkazib yubormanglar va o'tkazib yubormaslik uchun ham obuna bo'ling.